Qizlar, assalomu alaykum hammalarga. Jeriyni salomı sizlarga. Biz kunimizni Jeriy bilan boshlab oldik. Bu o'z ishxonada edi. Bilasizlar, Tom Jeriyga komment yozgan qizimizga javob bo'ldi. Bugun ham yana kimnidir kommentiga javob chiqadi. Kechagi kunda, o'tgan kunda ekan. Bir kun oldingi reelsimizga juda ham ko'p kommentlar keldi. İçinde zor narsalar yozgansizlar. Deyarli ko'pini biz o'sha plan qilib qo'ydik. Qilamiz. To'qqichilikda faqat sekin bitgani uchun ozgina bir kun farq qilishi mumkin. Lekin bugun aniq yo bitta yo ikkita javob chiqadi. Kutinglar. Shunaqa zo'r ideya berdinglar, chunki lekin bor. To'qiymiz, hammasini to'qiymiz ishoninglar. O'zim ham dashi qiziqib ketdim. O'sha kommentdagi yozilgan hammasini qilmoqchiman. Jeriy ham menga qo'shilmoqchi. To'g'rimi? Xohlovchilar bo'lsa, bizlar bilan birgalikda qo'shilsangiz bo'ladi. Ya'ni studiyamizda to'quvchilikni o'rgansanglar bo'ladi.